qulayliklar yaratilgan. Birinchisi, Agrobank tomonidan sizga taqdim qilinayotgan kartalarimiz, ijtimoiy kartalarimiz xalqaro karta vazifasini bajaradi. Ya'ni 99 ta davlatni ishlatish imkoniyati mavjud. Agar Agrobankdan Humo karta oladigan bo'lsangiz, Alloh qodir qilib majburiy ziyoratiga borsangiz yoki oilangizdan kimdir boradigan bo'lsa, kartani olib ketsa, u joyda ishlatish imkoniyati mavjud. Ya'ni 24/7 rejimda shanba kuni yoki yakshanba kuni kechqurun foizsiz kartani to'ldirish imkoni bor. Bu birinchi imkoniyatimiz. Ikkinchi imkoniyatimiz ish haqi loyihasi Agrobankda bo'lgan byudjet tashkiloti xodimlariga hozirgi kunda bir qancha imtiyozlar berilish belgilangan. Birinchi imtiyozimiz bu kartadan bo'lgan imtiyoz. Ya'ni endi ish haqi loyihasi Agrobankda bo'lgan sog'liqni saqlash tizimi, maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, sport vazirligi, madaniyat vazirligi, suv xo'jaligi vazirligi tizimida ishlaydigan xodimlarga berilgan kartalarimizda bankomatdan pul yechadigan bo'lsa 0.5%. Har qanday Humo kartasi 20 million so'mgacha bir oyda foizsiz, har qanday Uzcard kartasiga bir oyda 10 million so'mgacha foizsiz pul yetkazib imkoniyati mavjud. Bu kartadan beriladigan imtiyozlardir. Endi hozirgi aytgan tizimim, ya'ni sog'liqni saqlash vazirligi, maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi tizimi xodimlarini boshqa banklar o'sha bankka 1,5 million so'mdan to'lardi. Endi bu to'lovni boshqa bankka emas, Agrobankka qiladi. 1 million 100 ming so'm bilan 400 ming so'm o'zining daromadi bo'ladi. 400 ming so'm bilan nima qilish mumkin? Masalan, ikkita bolani bog'cha pulini yoki bitta bolani ingliz tili kursini ko'tarish mumkin yoki sizni ishga kelib ketish 15 kunlik yo'l kirangizni yoki da bo'lmasa o'sha 400 minglik kommunalga to'laydigan bo'lsangiz 20 kun elektrdan xotirjam foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Imkoniyat bu. Bu imkoniyatdan foydalanish kerak. Endi bu bitta imtiyozimizdir. Yana boshqa qanday imtiyozlar bor? Yana boshqa masalan Agrobank barcha jismoniy shaxslardan hozirgi kunda omonatlarni ham milliy valyutada ham xalqaro valyutada qabul qilishimiz mumkin. Eng qulay bo'lgan omonat turlarimiz mavjud. Mana masalan deylik, men ko'pchilikka maslahat beraman, oshnoganlarim ko'p Rossiyada, Qozog'istonda ishlaydi. Mashinasi bor, Cobalt Gentra olib qo'ygan, dekabrda keladi. Savollar bo'lsa shu yo'nalishlar bo'yicha, bank bo'yicha to'g'risida bemalol Agrobank maxsus veb saytlari bor. Agrobank rasmiy saytlariga yoki bank mutaxassislariga xodimlarga murojaat qilish. Salomat bo'lasiz.